Ferishtalarchi namozda tahmid aytar ekan. Tahmid degani alhamdulillah degan so'zda. Buxoriy Muslimda ikkovini teng keladi. Abu Hurayra roziyallohu anhudan payg'ambar aytadi, imom qachon sami'allohu liman hamida deb turadi rukudanchi. Buni ma'nosi qanday? Sami'a uqtu. Sami'alloh Alloh uqtu. Liman hamida imnen uqtu desa, kim Allohga maqtov aytsa, o'shani Alloh uqtu degan so'z. O'shaning uchun bu turib atqanda sami'allohu liman hamida. Kim Allohga maqtov aytsa, ani uqtu deb aytib o'tadi-da. Ushul yerdan orqada turib Allohumma robbana lakal hamd. Bu hadisda shunday deb kelib o'tadi. Bir hadisda jönda robbana lakal hamd. Chunki bir hadisda robbana lakal hamd, robbana va lakal hamd. 4 turini teng burada savaqlarda aytib berganmiz. Bu qanday bo'lgan chaqtadagi kim o'sha Alloh